Bank kartasi bu har bir insonning zamonaviy karmonidir. U orqali siz do'konda xaridlar yoki internetda har qanday mahsulotlar, samolyot yoki poyezd chiptalari uchun turli to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Biroq bank kartasidan boshqa maqsadlarda ham foydalanishlari mumkinligini yodda tuting. So'nggi paytlarda fuqarolar bilmagan holda uchinchi shaxslar tomonidan taklif etilgan ma'lum miqdordagi pullar evaziga banklarda o'z nomlariga bir nechta bank kartalarini ochib, ularni foydalanish uchun uchinchi shaxslarga shaxsiy PIN kodlarini aytgan holda berayotganliklari kuzatilmoqda. Bank kartalari esa uchinchi shaxslar tomonidan internet tarmoqlaridagi tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar va boshqa maqsadlar uchun katta miqdordagi hisob-kitoblar va noqonuniy pul aylanmalarini amalga oshirish uchun foydalanilgani ma'lum bo'lmoqda. Bank kartalaridan jinoiy daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadlarida ham foydalanishlari mumkinligi yuqoridagi holatlar qanchalik xavfli ekanini ko'rsatadi. Markaziy bank fuqarolarni ularning bank kartalari orqali amalga oshirilgan har qanday noqonuniy operatsiyalari bo'yicha qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar ekanliklari to'g'risida ogohlantiradi. Nomingizga ochilgan bank kartalaridan boshqa maqsadlarda foydalanishlariga yo'l qo'ymang.